qadrdonlar ideal Tiko so'raganlar uchun 2003-yil ishlab chiqarilgan, lekin 2023da effektini beradigan tiniq holatdagi ideal sostoyaniyadagi Tiko mashinasi sotuvimizga kelib qoldi. To'rtta yangi yumshoq balonlarda kraskasi почти родной ekan. Hozir bitta aytib o'taman, ikkita detalli kraskasi bor. Mana shu oldi qanoti bilan oldi eshigida kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. Qolgan joyi родной ekan, absolyutni. Kelib ko'rib, tekshirtirib olish uchun javobga deyishdi. Egasini o'zidan to'rtta yumshoq yangi balonlarda, eng qizig'i propallargacha uстановка qilingan. To'rtta eshiklari shumka bo'lgan. Pult, original magnitofon kolonkalarigacha qo'yilgan. Hozirgi kunda hech qayerda kamchilik yo'q. 5 talik korobka, motor ходовой korobkalarda umuman kamchilik yo'q. Gram yog' yemaydigan Tiko mashinasi. Sizlarga maqtaydigan mashinani maqtab obzor qilaman. Men o'zim shaxsan minib kelib obzor qilyapman. O'ta ham ziver mashina. Jim vashshi ходовойлarining ham shu yumshoq ekan. Bu $1000 bilan variantga ham beriladi. Naqd pulga keladigan bo'lsak, oxirgi 1 so'm kam yo'q degan joyiga $2500 ga mashina sotiladi. Xullas, turgan adresi Qo'qonda, mashinaga keyin davriyasi beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni opisiyanida qoldiraman. Bemalol kelib ko'rib, tekshirib, minib ko'rib, baraka qila olaverasizlar. Kanalimizga o'tib podpiskani bosib, like bosib qo'ysalaring, shunaqangi Tiko izlab yurganlarga mana shu videoni shunday tashlab qo'yinglar, qadrdonlar, manfaatli bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingizga ehtiyot qilinglar.